O'zbek futbolida barcha davrlarning top 5 eng qimmat futbolchilari. 5-o'rinda Tor laqabi bilan tanilgan jangchi futbolchi Vitaliy Denisov 7 million yevro. 4-o'rinda esa yosh va talantli futbolchi 21 yoshli Abbosbek Fayzullayev 8 million yevro. O'zbek futboli afsonasi nafaqadagi kapitan Odil Ahmedov 9 million yevro bilan 3-o'rinni band qildi. Terma jamoada barcha davrlarning eng yaxshi hujumchisi Eldor Shomurodov 14 million yevro bilan 2-o'rinda. Va do'stlar, o'zbek futbolida ko'plab rekordlarni buzib tashlayotgan buldozer zarbasiga ega Abduqodir Husanov 35 million yevro bilan 1-o'rinda. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Keyingi yil ushbu 5lik qanday ko'rinishda bo'ladi? Fikrlaringiz men uchun muhim va albatta sahifamga obuna bo'lishni unutmang.